Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Mana biz navbatdagi 30 kilovatlik on-grid obyektimiz ish jarayonlari ketyapti. Hozir konstruksiyalar qilingan. Mana bu obyektimizda ham atinkovkadan qilingan karkaslari, panellarimiz, Hayme Xun panellari. Mana bu yoqda esa hamma mazza qilib yeydigan qurt. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Bir ko'rsatib ketay qurtlarni. O odam ishtahasini ochadi. Katta-kattalari ham bor. Xo'p do'stlar, quyosh paneliga qaytamiz. Hammani ishtahasi ochilib ketdi. Bu yoqda 30 kilovat on-grid bo'lyapti. Bu yerga 46 ta 655 wattli Hymix panellarni o'rnatib beryapmiz. Hozir ish jarayonlari ketyapti. Bitgandan keyin yana to'liq videosini qo'yamiz. Ya'ni invertorda ishlab turganlarni hammasini joylashtirib o'tib ketamiz. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Kommentarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Like bosishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.